Men boshimni yuvib chiqay bitta. Ada shampun qolmagan uyda. Shampun nima kerak menga? Bugungi temamiz kal akalar. Boshladik. Bugun ishlarim yaxshi bo'ldi. Men senga ko'ylak olasan. Rahmat adasi. Kal akalar va ish kal bilan zo'r kelishadi. Doim birga yurishadi. Eringiz kal bo'lsa, ob-havoni oldindan biladi. Yomg'ir yog'ibdimi? Yo'q-e. Boshim suv bo'ldi mana. Yog'ibdi, tez yur. Ba'zida kal akalarimiz lokatsiya vazifasini ham bajarishadi. Alo, Dugonjon, men sen aytgan joyga keldim. Qayerga o'tiribsan deysanmi? Bitta kalakani oldiga o'tirma. Ana yoqqa borib o'tiraman, sen topolmaydi. Kal akalarimiz hayotida shunaqa qiziq voqealar bo'lib turadi. Adasi darvozaga qarang, kimdir taqillatdi. Hozir qaraymiz-da. Ha, soch pati olamiz deb yurgandek. Mayli, kerak yo'q. Rahmat. Kal akalarimiz ishlari juda tez bitadi. Ukajon bilaman, sen ochrading, hozir turaman. Atir sepkim bitta. Ana böyle o'tirki. Kal akalar shunaqa o'ziga o'xshaganlarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Muzika eshitaylik. Ana. Kal akalar o'tmishlarni unchalik ham xushlashmaydi. Adasi qarang, to'yimizda sochingiz ko'p bo'lgan ekan-a? Bor ovqatingni qilsan nima ishing bor-ey? Xo'p. Bu paytlar meni jimmy paytlarim bo'lgan. Unday qilib yuraydim-da. Ramazon oyi munosabati bilan ishonch do'konlarida 3 million so'm yoki undan ortiq summada xarid amalga oshirsangiz, 50 ta umra ziyoratiga yo'llanmalardan biri yoki 500 dan ortiq qimmatbaho sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Qancha ko'p xarid qilsak, shuncha ko'p imkoniyat qo'shadi. 3 million so'mga bitta aksiya bileti, 6 million so'mga 2 aksiya bileti. Kal akalarning kallasi shunaqa zo'r ishlaydi. Kal akalarimiz gudokdagi musikalari ham o'zlariga mos bo'ladi. Bosh atrofi soch bo'lur, o'rta yalang'och. Kim ekan bu? Alo. Ha, bir haftalik dam olish bo'ldi boraman. Qayerga ketyapsiz? Kaliforniyaga. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim.